Bu buyuk qalbni larzaga soladigan manzaradir. Jannat ahli jannatga, do'zax ahli do'zaxga joylashib bo'lgandan keyin qalblar titraydigan bir holatga keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qiyomat kuni o'lim oq qora tusli bir qo'y suratida keltiriladi. Alloh taolo har narsaga qodirdir. U o'limni ko'z bilan ko'riladigan, seziladigan bir suratga aylantiradi. Ulug' bir qo'y suratiga. So'ng nido qilinadi: "Ey jannat ahli!" Ular bo'yinlarini cho'zib boshlarini ko'tarib qarashadi. Qalblar xavotir bor. Nima uchun chaqirildik? Ularga aytiladi: "Bu nima? Taniysizlarmi?" Ular dedilar: "Ha, bu o'lim." So'ng nido qilinadi: "Ey do'zax ahli!" Ular ham bo'yinlarini cho'zib qarashadi, ammo qalblarida yashirin bir umid bor. Ehtimol chiqish bordir, ehtimol tugash bordir. Ularga ham aytiladi: "Uni taniyapsizlarmi?" Ular dedilar: "Ha, bu o'lim." Shunda jannat bilan do'zax orasida o'sha qo'y so'yiladi. O'lim so'yiladi, o'lim tugaydi. Endi o'lim yo'q. So'ng aytiladi: "Ey jannat ahli, abadiylik bor, endi o'lim yo'q. Ey jahannam ahli, abadiylik bor, endi o'lim yo'q." Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning qavlini tilovat qildilar. Ularni nadomat kuni bilan ogohlantir. Ish bitgan, ular esa g'aflatda va iymon keltirmagan holatda. Mana shu nadomat kunidir. Haqiqatlar ochiladi, ammo nadomat foyda bermaydi. Tavba qabul qilinmaydi. Eng katta g'aflat insonni ana shu manzarani unutishi. Sen yo'q bo'lish uchun yaratilmagansan. Ha, sen o'lasan, lekin o'lim yo'qlik emas, o'tishdir. Keyin qayta tirilish, keyin hisob, so'ng esa yo abadiy jannat ne'matlari yoki abadiy jahannam azobi. Shuning uchun o'zing uchun tanlov qil. G'aflatingdan uyg'on, nadomat kuni kelib qolishidan oldin.